Bugun singlimni tug'ilgan kuni. Hammaga assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Ham administratorim, ham singlim, kichkina singlim, o'zimda ikkita singlim bor, bitta opam bor, 4 ta qiz, bitta o'g'ilmiz, bilasizlar. Kichkina singlimni tug'ilgan kuni shunga nima sovg'a qiladi deb o'ylaysizlar? Rost o'ylayapman-da, nima bersam ekan? Chunki kuyovimiz telefonlarigacha olib bergan. Tak. Hamma narsasi bor-da. Atir bormi, pijama bormi, pastel bormi, menga keladi-yu ko'p. Men misol uchun bitta olganimda ko'pincha opam, singillarimni ham mo'ljallab olaman-da. Har doim olib beraman. Endi kelib turgandan keyin beraman-ku, baribir hammasini o'zimga olmayman. Birinchi opa singillarimga, keyin jiyanlarga mana shunaqa beraman. Hamma narsasi bor-da. Nima olib bersam ekan, ideya berib yuboringlar.